Rahmatullo aka, nima bo'ldi? 100 dollar bo'ladimi aka? Aka, qo'shing yana ozgina, to'g'ri kelmaydi-da 100 Bo'ladi, dollar. yana 100 dollar, 200 dollar qildim. Aka, 200 dollarga ham ozgina qoplamaydi. Ozgina qo'shib bering. Tamom aka. Birato'la 400 dollar qildim. Bo'ladimi aka? Aka, 400 tashladingiz, qo'lni bering, aka. 50 qaytib beraman. 350 dollardan oylik to'lovini 350 dollar menga beraman, aka, siz uchun. Voy do'stlar. Bo'lib ham 7 kishilik crossover GTR X70 avtomobilini oylik to'lovini 350 dollar. Nima deyapti? 12 ta viloyatga aka. 12 ta viloyatga. Bundan tashqari bizdan avtomobil xarid qilgan mijozlarga 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha rasmiy kafolat bor. Yoki ko'pchilik ikkilanishadi. Usta zapchasida muammo yo'q. Aka, umuman muammo yo'q. Sizga 5 yil kafolatini beraman, aka. Aka, nima mashina bu toychoq? Avtomobil aka X70 bo'ladi. Salon qismiga alohida e'tibor berasiz, aka. Premium ko'rinish darajada, aka, skoroslari joystick, aka 360 kamera, katta panorama tom. Siz xohlagan hamma funksiya ushbu avtomobilda mavjud. O'rindiqlari barchasi istadi. Do'stlar, bunaqasi hech qayerda bo'lmagan. Faqatgina AD Master Namangan GTR avtosalonda mavjud. Aka, siz so'radingiz, 350 dollardan qilib berdim. Xohlasa 300 dollarlik variant ham bor. Aka, pastdagi nomerlarga telefon qiling, sizga to'liq ma'lumotlarni berishadi va avtosalonga tashrif buyuring. Bizning manzil Namangan shahar, Yangi bozor Promzonaning yo'lida. Avtomobil haqida ikkilanayotgan bo'lsangiz, avtosalonga pravangizni olib kelsangiz, avtomobilni haydab ko'rish imkoniyati ham bizda mavjud. Bunaqasi hech qayerda yo'q lekin. Bu videoni oyiga do'stlar 450-500 dollardan pul to'lab, gentra minib yurgan katta bolalarga samolyot bosib jo'natib qo'yinglar, layklarni bang'illatinglar.